Assalomu alaykum. O'zbekiston Respublikasi Qashqadaryo viloyati Kitob tumanining Javuz qishloq dorivor o'simligi ismi maymunjon. Rus tilida ijeveka deyiladi. Maymunjon daryo bo'yida, ariq bo'yida, suvli joylarda ko'proq ko'zga ko'rinadi. 3 metrgacha yer ustiga cho'zilib o'sadigan o'simlik bo'lib, iyun va avgust oyida hosilini tersangiz bo'ladi. Maymunjon shifobaxsh xususiyatlari: immunitetni oshiradi. Tarkibidagi C vitamini organizmni kasalliklarga qarshi kurashish kuchini oshiradi. Tanadagi zararli toksinlarni chiqaradi. Qonni ko'paytiradi. Maymunjon murabbo, sharbat va kompot tayyor qilinib, qadimdan dorivor sifatida iste'mol qilinib kelinmoqda. Bilmagan inson bilgan insonlardan so'raydi. Mutaxassislar tavsiyasi bilan kam iste'mol qilsangiz bo'ladi.